Mana pivo festivali masalasi shu narsagina qisqagina kichkina qilib boshlandi. O'zi bilmayman, maqsadi nima bo'lyapti o'sha chetdagilar. Hali xalq butunlay masalan, diniy tushunchalarga ega nima bo'lishga tayyor emas turibdi. Tayyor emas. Shuni bilgandan foydalanib buzg'unchilikka kiradi. Buzg'unchilikdan erta jazosi bor u narsani. Bu dunyoda ham qaytadi o'sha buzg'unchilik. Bizni masalamiz agar o'zimizni ozgina tushuncha biladigan bo'lsak, shuni odob axloqda bir muvozanatda tushunadigan qilib tushuntirishimiz kerak. O'zimizni masalan ilmiy, masalan yuksak bo'ladigan tillarimizda emas, oddiy jaydari, oddiy tilda tushuntirishga harakat qilishimiz kerak. Bu Qur'on oyatida falon debdi, bunday debdi deb turib gapirilar emas. Oyatni masalan qanaqa talqin qilib tahlil qilishda, tushunishda iborat bo'layotgan masalalar bor. O'zi bo'lmaydi shu narsani gapirish. Oddiy bir narsa aytaman, mana haligi aroqni cho'plarga, qismatlarga, folbinlarga sig'inishlarni, boshqalarni magaramslarga mast qiluvchilar deb yana qo'shimcha qo'yyapti. Davomiy Alloh marhamat bizlarga masalan shu nisbat beryapti shu narsaga, mast deb. U katta farqi bor. Shuning uchun ham tushuntira olish mahoratlarimizni bilishimiz kerak. Mana bitta festivaldan gapiryapmiz-u, lekin o'ylang, o'sha gapirayotganlarni birortasini farzandlari, yaqinlari, qavmi qarindoshlari birorta nimaga, больницаga tushmaganmi? O'sha spirtdan ukol qilinmaganmi? Yoki bir nasha deymiz tarkibi bo'lgan morfin bilan ukol qilinib bir ko'rchaklari kesilmaganmi? Boshqa qilinmaganmi? Alloh bularga e'tiroz berilmagan. Qaysi holatda? Holatlarni aniqlash kerak. Qaysi holatda, nima maqsadda ishlatilyapti? Salbiy tomoni bor. Oddiy bir nonda ham masalan luqmai halol deymiz, halol pokiza narsa, uni masalan ajratib aroq tayyorlash mumkin. Shuning uchun holatlar, qaratilayotgan maqsadlar ham hammasi umumlashtirilib, keyin bir xulosa chiqariladi. O'zi bo'lmaydi gapirayotgan so'zlarni, o'zi bo'lmaydi u talqin qilishlarni. Shuning uchun ham men demoqchiman, yetkazishda juda isloh qilib, noto'g'ri yetkazishdan og'ir gunohlarni o'zi yo'q. Masalan, ongi, xalqning dunyoqarashi, boshqasi buzilib ketadi. Endi hozir xudo xolasa mana jamiyatga ham birozgina suralaydan, jamiyat xususida ham ozgina fikrlar bildirayin. Shundan keyin hozirgi holatimizdagi sharoitlarimiz to'g'risida ham, undan keyin yana shu diniy davom ettirishga xudo xolasa nasib qilsa intilaman.